bolangizni qachondan suyishga o'rgatishingiz kerak, ya'ni to'sishni o'rgatishingiz kerak. Bu narsa shartli refleks hisoblanadi. Hurmatli onajonlar, agar siz bolamga mazza, o'zimga ham mazza deb doimiy pampers taqib qo'yadigan bo'lsangiz, unda xato qilasiz. Bolaning bosh miyasida shartli refleks, ya'ni aynan peshob qilish aktini boshqaradigan refleks uyg'onmay qoladi. Doimiy pampers taqish kelajakda bolangizda enurex kasalligini keltirib chiqaradi. Bu esa bolangizda o'ziga nisbatan ishonch pasayishiga, doimiy tengqurlariga nisbatan o'zini kamsitilgan sezishiga va kelajakda baxtsiz bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun nima qilish kerak? Bolani vaqtida garshokka to'sib o'rgatish kerak. Buning uchun shundoq pampersni yechasiz va bola 2 oylik bo'lganidan boshlab har kuni kuniga 4-5 marta garshokka olib borib, bolangizga deb signal berasiz va bola ushbu holatda siyish kerak ekanligini tushunib yetadi. Tushunib yetganda esa miyasida siyish refleksi rivojlangan bo'ladi. Siz ham buni bajarib ko'ring. Agar tushunmasangiz, bu haqdagi to'liq ma'lumotlarni hoziroq bilishni istasangiz, 21-22 iyul kunlari Neyromasha sirlari nomli bepul onlayn dars tashkil etyapman. Hurmatli onajonlar, qatnashish uchun hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.